3 liderli usulda shakl berish o'rganamiz hozir. Mana ko'chatimiz shoxlagan. 5 ta shoxi bor. Birinchi yil nima qilamiz biz? Birinchi yili aslida mana shu shoxlarimizni uchidan ozgina qaytarib qoldirishimiz kerak edi. Lekin biz ko'karib ketgani uchun boshqacha usulda kesamiz. Nima qilamiz biz? Shoxlatish uchun ikkita yondagi shoxini qoldirib qolgan shoxlarni olib tashlaymiz. Mana shunaqa usulda uchini qaytarib qoldirishimiz kerak edi. Mana shunaqa qoldirishimiz kerak edi. Biz esa buni qoldirsak hozir ko'chatimizni kuchi yetmaydi. Shuning uchun biz pastroqdan kesib qoldiramiz, shoxlatamiz. Mana e'tibor beramiz, yon tomondan ko'proq qoldiramiz. Shu yerdan shoxlab ketadi. Buni ham qaytarib qo'yamiz. Xuddi mana shu usulda shakl beriladi. 3 liderli usulda bu yerdan shoxlatib tarbiyalaymiz. Har bitta simbag'az qilinadi bu yerda. Har bitta shoximizning orasi 33 santimetrdan, ya'ni 1 metrda 3 ta hosilli tik shoxlar paydo bo'ladi bizda.